Nimaga Dubayda hamma narsa juda qimmat, bilasizmi? Axir u oddiy cho'l edi-ku. Bugun bo'lsa u yerda million dollarlik mashinalar ko'chada oddiy holat. Atigi 50-60 yil oldin Dubayda deyarli hech nima yo'q edi. Cho'l, issiq va kichkina shahar. Bugun bo'lsa eng boy shaharlardan biri. 1970-yillarda aholi soni 200 mingga ham yetmagan. Hozir bo'lsa 3,5 milliondan ortiq. Birinchi sabab u yob oila uchun qurilgan. Dubay soliqsiz zona, biznes qilish oson. Shu uchun butun dunyodan boylar keladi. Ko'p hollarda daromad solig'i yo'q. Shu sabab investorlar milliardlab dollar shaharga olib kiradi. Ikkinchi sabab bu sun'iy shahar. Ko'p narsalar noldan qurilgan. Sun'iy orollar, baland binolar, bularning hammasi juda qimmat. Masalan, Burj Khalifa dunyodagi eng baland bino. 828 metr. Uni qurish narxi taxminan 1,5 milliard dollarga tushgan. Palm Jumeirah, sun'iy orol, uni qurish taxminan 12 milliard dollarga tushgan. Uchinchi sabab, Dubay o'zini premium qilib ko'rsatadi. Qimmat restoranlar, mashinalar, mehmonxonalar, u yoqda oddiy yashash emas, balkim hashamat sotiladi. Masalan, Burj Al Arab dunyodagi eng mashhur luxury mehmonxonalardan biri. Eng oddiy xonasi ko'pincha 1000 dollar atrofidan boshlanadi. Eng qimmat suitli bo'lsa, bir kuniga 20 ming dollar tushishi mumkin. Ya'ni bir kun o'rniga oddiy kvartira sotib olishingiz mumkin. To'rtinchi sabab turistlar. Har yili million odam keladi. Turist ko'p joyda narxi ham baland bo'ladi va oshib boraveradi. Ya'ni aslida Dubay qimmat emas, u shunchaki boylar uchun moslashtirilgan shahar. U yoqda siz ko'pincha mahsulot emas, status sotib olasiz. Siz nima deb o'ylaysiz? Dubayda yashagan bo'larmidingiz?